Necha sinfsiz? 4-chi. Birinchi kursman. 8. Va nihoyat Angliyaga tekinga borishga xohlaysizmi? Ha, qanaqa qilib? Unda Universe Group'da qiziqarli tanlov Angliyada unutilmas ta'tilni o'tkazishni xohlayapsizmi? Universe Group kompaniyasi 8, 9, 10 sinflarga Angliyaga yozgi ta'tilni sovg'a qilmoqchi. Sizni u yerda nimalar kutyapti? Summer Camp'da 2 haftalik unutilmas ta'til, yangi do'stlar va qiziqarli mashg'ulotlar va ingliz madaniyatiga to'liq cho'ng'ish bo'ladi. Va eng asosiysi barcha xarajatlarni Universe Group qoplab beradi. Sovrinlar haqida to'liqroq ma'lumot bersam, birinchi o'ringa Angliyaga yo'llanma, ikkinchi o'ringa AirPods, uchinchi o'ringa esa Yandex Alisa stansiyasi. Angliya deb hali shartlarini tushuntirmadimi? Birinchi shart siz 8, 9 yoki 10 sinf bo'lishingiz kerak. Ikkinchi shart Universe Group Instagramiga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Uchinchi shart nimaga siz Angliyaga ketishga loyiqsiz? Shu haqida Instagramga 1 daqiqalik video qilib, bizni storiesda yoki postda atmetga qilib qoldiringlar. Baxtli ishtirokchilarni biz mayna oxirigacha tanlab olamiz. Universe Groupni Instagramini kuzatishda davom eting. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang.